payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hayotlariga qaytadigan bo'lsak, u zotni o'z ayollari bilan qilgan munosabatlari qanday bo'lishligi sizu bizlarni ham qiziqtiradi. Shunday holatlarni sirat kitoblari, hadis kitoblari ochiq oydin bayon qilgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan dedilar Hazrati Oysha onamiz, u kishini nihoyatda ayollarga bo'lgan e'tiborlari kuchliligidan ba'zi paytda biz odam yo'q paytida musobaqa qilardik, chopish bo'yicha, yugurish bo'yicha. Yoshligimda men Rasulullohdan o'tib ketgan bo'lsam, yoshim katta bo'lib, gavdam to'lishgan paytda Rasululloh mendan o'tib ketganlar. O'sha o'tib ketganlarda mana o'sha oldin siz o'tib ketgandingiz, endi bu safar biz yutib chiqdik, birga bir bo'ldi degan gaplarni aytganlari ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning o'z ayollariga nisbatan qanchalik e'tiborli, mehrlik bo'lganliklarini ko'rsatadi.